Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Real Madrid La Liganing 28-turida Elche ustidan yirik g'alabaga erishdi. Uchrashuv tortu bir hisobida madridliklar foydasiga yakunlandi. Gollarga Rüdiger 39-daqiqada, Valverde 45-daqiqada, Yoysen 66-daqiqada va Güler 89-daqiqada mualliflik qildi. Elchening yagona goli esa Anxel tomonidan 85-daqiqada avtogol tarzida kiritildi. Başakşehir safarda Galatasaroyga yirik hisobda mag'lub bo'ldi. Turkiya Superligasi 26-turi doirasidagi markaziy bahs. Galatasaray Istanbul Başakşehir o'yinida mezbonlar maydondagi nazoratni o'z qo'liga oldi. O'yin mehmon jamoasi uchun oson kechmadi. Hujumchi Eldor Shomurodov asosiy tarkibda ishtirok etdi va 70 daqiqa harakat qilib, barqaror harakat qildi. Yarim himoyachi Abbos Fayzullayev esa qaydnomaga kiritilmadi. Bahsning 56-daqiqasida Başakşehir futbolchisi Feste Ebosele maydondan chetlatilib, jamoasiga katta zarar yetkazdi. Shu paytdan so'ng Galatasaray futbolchilari raqib darvozasiga bosim o'rnatib, 3 bor aniq zarba berdi. Birinchi golni Wilfried Singo 57-daqiqada kiritdi. Keyin esa Viktor Osimhen 66-daqiqada ikkinchi golni kiritdi va oxirgi gol Renato Nhage 84-daqiqada mualliflik qildi. Yakunda hisob 3-0 bo'lib, mezbonlar to'liq g'alabani qo'lga kiritdi. Bu natija Galatasaray uchun chempionatdagi 26 o'yindan so'ng 64 ochko bilan birinchi o'rinda turish imkonini saqlab qoldi. Ikkinchi o'rindagi Fenerbahçe esa 57 ochko bilan, Istanbul Başakşehir esa 42 ochko bilan 6-o'rinda qolmoqda. Bunday muvaffaqiyat jamoaga nafaqat ochko, balki psixologik ustunlik ham berdi. Galatasarayning bu g'alabasi chempionatdagi yuqori maqsadlarga erishish yo'lida muhim qadam sanaladi. Muxlislar esa maydondagi shiddatli va xavotirli bellashuvni katta qiziqish bilan kuzatdi. Manchester City West Hamni yenga olmadi. Husanov 90 daqiqa o'ynadi. Angliya Premyer Ligasining 30-turida Manchester City Londonda West Ham mehmoni bo'ldi. Qiziqarli va kurashlarga boy kechgan ushbu bahs yakunida jamoalar 1-1 hisobida durang natija qayd etdi. Uchrashuvning ilk goli 31-daqiqada kiritildi. Bernardo Silva aniq zarba bilan mehmonlarni oldinga olib chiqdi. Biroq mezbonlar javobni uzoq kuttirmadi. Oradan 4 daqiqa o'tib, Konstantinos Mavropanos muvaffaqiyatli zarba bilan hisobni tenglashtirdi. Shu tariqa birinchi bo'limdayoq uchrashuv taqdiri hal bo'lib, keyingi daqiqalarda jamoalar gol urishga muvaffaq bo'la olmadi. Mazkur bellashuvda O'zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ham ishtirok etdi. U maydonda to'liq 90 daqiqa harakat qilib, jamoasi himoya chizigida ishonchli o'yin namoyish etdi. Bu natijadan keyin Josep Guardiola boshqarayotgan Manchester City ochkolari sonini 61 taga yetkazdi va turnir jadvalida ikkinchi o'rinni egallab turibdi. West Ham esa hozircha 29 ochko bilan 17-pog'onada joylashgan. Husanovlar xonadonida quvonch, City himoyachisi Ogil farzandli bo'ldi. O'zbek futbolining xorijdagi eng yorqin vakillaridan biri Manchester City va O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov hayotida unutilmas va quvonchli voqea yuz berdi. Zamin.uz tahririyati futbolchimizning xonadonidagi xushxabar tafsilotlari bilan bo'lishadi. Yevropa yashil maydonlarida o'z mahoratini namoyish etib, millionlab muxlislar mehrini qozonib kelayotgan Abduqodir Husanov bugun ota degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. Iqtidorli himoyachimizning oilasida Ogil farzand dunyoga keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratda Abduqodirning o'z jamoasi Manchester City libosida yangi tugilgan chaqaloqni mehr bilan bag'riga bosib turgani aks etgan. Muxlislar va mutaxassislarning fikricha, ushbu quvonchli voqea futbolchi uchun yangi kuch-quvvat manbai bo'ladi va uning maydondagi shijoatini yanada oshiradi. Muhim tafsilotlar, xushxabar. Abduqodir Husanov Ogil farzandli bo'ldi. Kayfiyat. Futbolchi ayni damda yuqori ruhiy ko'tarinkilikda, faoliyatga ta'siri. Farzand dunyoga kelishi sportchilar uchun qo'shimcha ruhiy dastak va mas'uliyat hisoblanadi. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari va Manchester City fanatlari ijtimoiy tarmoqlarda Abduqodirni ushbu ulug' ne'mat bilan qizg'in muborakbosh etmoqdalar. Ko'pchilik yangi dunyoga kelgan chaqaloqqa otasi kabi kuchli, irodali va yurt sha'nini dunyoga tanitadigan inson bo'lib yetishini tilamoqda. Zamin.uz tahririyati va ko'p sonli futbol ishqibozlari nomidan Abduqodir Husanovni yangi merosxo'r bilan tabriklaymiz. Chaqaloqning qadami qutlug' kelsin, ota-onasiga rahmat keltiradigan solih farzand bo'lib voyaga yetsin. Sizningcha, farzandli bo'lish Abduqodirning Premier Liga va Chempionlar Ligasidagi keyingi o'yinlariga qanday ta'sir qiladi? Fikrlaringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.
Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.